Og'zini ayt. Nima bo'ldi? Ha? Ovqat yoqmabdi, dada. Ha? Ovqat yoqmagan bo'lsa, yaxshi qilmagandirsan-da. Bitta urganiga endi yugurib ketaverasanmi? Men ketmadim. Ular meni haydadi, dada. Ha endi sal jahli chiqib, ketsa ketaveradimi? Oshirib yuboryapsiz dadasi. Qizingizga rahmingiz kelmaydimi? Rahmim keladi, lekin oilasi buzilib ketmasin deyapman. Ey, qisqasi, ertaga ertalab uyingga bor. Qo'ng'iroq qil eringga, kechirim so'ra. Tushundingmi? Biror joyi kamayib qolmaydi. Ey, ko'zini yoshini oqizadi. O'zing ketasanmi yo ering keladimi? O'zlari kelarkanlar, dada. Yaxshi. Yaxshi. Endi tinch o'tirgin. Har narsaga yugurib, chopqillab yetib kelavermagin bu yoqqa. Xo'p, dada. Dada nima deyapsiz? Ko'rmayapsizmi ko'zlarini? Ketmaydi chiqaqqa. Sen o'chir. Hali bu uyda hali men o'lganim yo'q. Men o'lsam keyin sen qo'chanchilik qilasan. Tushundingmi? Dada qanaqa qilib bu narsani ko'ra bilib turib, Bo'ldi qil. Aralashma dedim. Bo'ldi qilinglar. Ertalabdan urushmaylik. Men Saidaga hammasini tushuntirdim. Qizim, meni tushun. Men seni yaxshi ko'raman, qizim, lekin agar mabodo oila ajrashib ketadigan bo'lsa, atrofingda begona ko'zlar ko'payadi. Men shunga chidolmayman, qizim. Xo'p, tushundim, dada. Keldi shekilli yo'q. Bor tayyorgarligini ko'r.